Assalomu alaykum, Siro bazamiz aziz obunachilari. Xudo xolasa bugungi mahsulotimiz yana o'sha mashhur bo'lgan betanit mahsulot hisoblanadi. Bu mahsulotimizga keladigan bo'lsak, Fransiyaning mahsuloti bo'ladi. Saint-Gobain firmasidan ishlab chiqarilgan bo'ladi. Agar adashmayotgan bo'lsam, kommentariyada o'zingizlar izohlar qoldiringlar. Bugun bizga bu mahsulotni o'zimizni ukamiz Abdulaziz yana gapirib beradi. Abdulaziz o'zingizsan. Rahmat aka. Qalaysan uka, yaxshimi? Yaxshimi narsalarni? Ko'p ko'rinmay ketyapsiz. Ha, uka kamnamomiz, ishlarimiz ham ko'payib ketyapti. Ukajon, bizga betanit mahsulotini tanishtirib bersang, biz omborimizda bu mahsulot eskidan bor, lekin knaf mahsulot hali ham zo'r deb o'ylashyapti. Bizni obunachilarimiz ham, biz eskidan taniydigan xaridorlarimiz ham. Nima deysan shu fikrga o'zing? Bo'ldi, hozir o'zim fikrlarimni shu obunachilarimizga tushuntirib beraman unda. Assalomu alaykum Siro bazan obunachilari. Bugungi mahsulotimiz sizlar bilan betanit Fransiyaning mahsuloti hisoblanadi. Bittasini oldimga olaydi mana. Ishlarimiz ko'rsatish uchun. Xo'p. Buni ko'pchilik albatta knafdan zo'r deb o'ylayapti, lekin to'g'ri o'ylayapti-ku. Albatta knaf mahsulotdan ancha ustunligi bor. Xo'p, bu betanit minivata hisoblanadi. Xo'p. Minivata, steklavata emas. Steklavata emas, ya'ni bu qichishtirmaydi, hech qanaqa o'rnatish ham oson, muammo bo'lmaydi, ham ekologik toza mahsulot hisoblanadi. Ya'ni uyingizga o'rnatadigan bo'lsangiz, hech qanday zarari yo'q. Zarari yo'q hech qanaqa. Endi razmerlarni aytib o'tib ketamiz. Mana bu 1.20, uzunligi 11 metr, bitta rulonni 13,5 metr kvadrat tashkil qiladi. Shu 13,5 kvadrat ekan. 13,5 metr kvadrat, qalinligi 5 sm bo'ladi. Hop, afzalliklari, xudo xohlasa, issiq sovuq zo'r ushaveradi. Eng top mahsulot, premium darajadagi mahsulotlardan bittasi. Albatta, xudo xohlasa. Undan keyin shovqinda ham, xudo xohlasa, shovqinga ham zo'r. Ya'ni shuma izolyatsiya deb qo'yadi ruschasiga. Shuma izolyatsiyaga ham juda zo'r mahsulot hisoblanadi. Narxi nechi pul buni? Dangalini gapirib bo'ldi. Narxi bitta ruloni 200 ming so'm. Xudo xohlasa kamini ham qilib beramiz. Kamini qilib beramiz, a? Ba'zan qilsa kamini qilib beramiz. Shu kanalimizga podpiska bosib qo'ysin, like bosib qo'ysin, bizga shu yetadi. Boshqa hech narsa kerak emas. Bazamizga kelib bemalol xarid qilib ketsanglar bo'laveradi. Quruvchi sotuvchi akalarimiz bo'lsa, albatta hamkorlikka chaqirib qolamiz. Quruvchi akalarimiz bo'lsa, bundan ham kerak bo'lsa arzon narxda qilib beramiz. Bemalol bazamizga kelib xarid qilib ketsanglar bo'laveradi. Manzilimiz Andijon shahar, Soy eski mazut ichida. To'ppa-to'g'ri aytilyapti. Xudo xohlasa cheklanmagan miqdorda. Undan tashqari mana Penaplex mahsulotlari va Teplex mahsulotlarini ham tavsiyalar bo'ladi. Mana shu bolaning nomidan kelsanglar chiroyliga beramiz narxlarni. Kelaverasizlar. Kommentariyada yozib ketinglar, qaysi mahsulotni obzor qilaylik. Bizda asosan o'sha qurilish mahsulotlari profilimizga kirsanglar ham boshqa videolarda ko'rib bilsanglar bo'laveradi. To'ppa-to'g'ri. Hammaga rahmat.